Önde Erkin Sabır'ın Bovay ve Cangal namlı hikayesini anlatışını davamlaştırınız. Bir ketim bir top böğrünün hücumidan Yevzul Palvanni aşı iki taygan kutuldurup kalgan idi. O del muşu töbi jangılda bolgan iş bolup, Yevzul Palvan otullarını harbiga besip kelip etip hajat kıstığanlıktan harbidan düşüp bir chetga ötdi. Şu çağda o çatqala arasida ko'zlaridan o't chachirtib o'ziga qarab turgan uch bo'rini ko'rib qoldi. Bo'rilar ochliqdan töbi jangilga oziq izlab kelgan chiri. Bundaq chaqda ular vahshilashib ketdi. Yevzul Palvan bo'rilarning alpozidan qo'rqdi. Bo'rilar yilina uningga etildigandek qiladi. O ko'zni bo'rilardan uzmay ot orqasiga dojidi. Uning putlari titrab, badanidan muzdek ter qo'yildi. O to'limi tasta harbiga yiqilib keldi-da, ittiqla uzun sapliq paltisini qo'liga oldi. O bo'rilarning etilmay texichi joyda qarab turgandan hayron bo'ldi. Shu chaqda harbining chaqi ostidilla bir bo'ri o'mlab chiqdi. Yevzul Palvan ahvolning xatarlikligini his qilib, ittiqla harbiga chiqmoqchi bo'ldi. Biroq bo'rilarning hidini olgan ikki ot tuyuqsiz o'kib harbining ip qochdi. Endi Yevzul Palvan uçuqsuzluqda tenha holda bo'rilarning qo'rshovida qoldi. O qaysi tarafdagi bo'rining avval etildiganligini pamlayotdi. Avval ko'ringan uch bo'ri his qismi sal yiroqda edi. Ular chatqal orasidan osti o'mlab chiqyotdi. Choq ostidan chiqqan bo'ri yer beg'irlab Yevzul Palvonga yaqinlashdi. O diqqatini shu an shu bo'riga qaratdi-da, palti bilan kuchab chaqdi. Bo'ri qattiq tangishib ketdi. Palta bo'rining ajallik yeriga tegmagan bo'lsa-mu, oldi bir putini cho'rt kesib tashladi. Angacha yon tarafdan yana bir bo'ri chiqib, Yevzul Palvonga tashlandi. Yevzul Palvon paltini shiltib bo'g'icha, o'dildagi uch bo'rimi etilib keldi. Hayot mamatlik jena boshlandi. Dal shuning ustiga bir-birini qo'g'lishib o'ynab yiroqlab ketgan ikki taygan bo'rining qanishig'ini anglab o'qdek etilib keldi-da, bo'rilarga etildi. Gerçi ularning bo'rilarga kuchi yetmasa-mu, Yevzul Palvonga hujumga o'tish fursati yaratib bergan edi. Yevzul Palvon bir bo'rini naq joyida chekib o'ldirdi. Yana bir bo'rining so'ngichini hukm qildi. Lekin vahshiy bo'rilar buning bilan payldan yandigandek emas edi. İki taygan bir bo'rini ikki tarafidan talashga boshladi. Bir bo'ri Yevzul Palvonning putiga eg'iz soldi. Uning putida uzun qo'njilik o'tik bor edi. Bo'ri o'tikni tortib yirtqicha o bir paltichitla bo'rining patig'ini uzatdi. Bo'rining beshi lassida tushib ketdi. Yevzul Palvon chaqqonlik bilan tayganlar elishayotgan bo'riga yetildi. Lekin o chepishga ulgurmayla bo'ri qechib ketdi. Oldi puti tushlangan bo'ri bilan so'ngichi yaralangan bo'ri allaqachon g'oyib bo'lgan edi. Tayganlar ilqi bo'rini xeli yegichi qo'g'lab berib qaytib keldi. Angacha Yevzul Palvon o'lgan ikki bo'rini bir tut daraxtning tuyiga so'rab opirib, chava chatqonlar bilan o'rab qo'ydi. Uning bu ikki bo'rini ep ketib terisdi va o'shig'ini elvoqsi bor edi. Biroq hozir harbining qayerlarda ekanligini bilgili bo'lmaydi. Yevzul Palvonning bilaklaridan va bir yo'tisidan qon iqyotdi. O ko'nglining yirtilib sangilib qolgan parchasini ajratib elib yo'tisini tangdi. Jarohatlangan yerlarining og'riqi butun badaniga tarab, uning jinini qaqshatmoqda edi. O paltisini mursiga elib, bir putini so'riguncha harbi ketgan tarafga qarab mangdi. Har bir qadamni olg'icha qiynalib ketayotdi. Bo'rining o'tkir tirnoqlari tilib etgan dumbisi va bilaklaridagi qon tapchilaydi. Jarohatlari vijildab etishyapti. O xeli minib barbini ikki tal daraxt ko'tigi orasiga qisilib qolgan yeridan topdi. Ikki ot elimi quloqlarini ding qilib yulqinib turadi. O otlarni silab-sipab pastga tushirdi. Ondan harbini keyniga yondirib, qisilchoqdan ep chiqdi-da, tinch amon yo'lga chiqib oldi. O mana shundan tortib ikki tayganni texmi e'tiborlaydigan bo'ldi. Tayganlar tutgan o'g'larini yavassimi xafa bo'lmaydi. Buvay shularni o'ylab, hozirmi ikki taygan endi bodek atrofga qarab qo'ydi.
atrofda u yer bu yerdan qordan xilli egiz ko'tarilib turgan chig' va qumushlar yelpinib turadi. Bir chog'larda bu yerlarda daraxtlar xili quyuq edi. Orasidagi chatqallardan o'tkir bo'lmaydi. Keyingi vaqtlarda noinsof kishilar o'g'irlikchi kesib, daraxtlarni, chatqallarni quritib o'tgan edi. Faqat u yer bu yerda purilishib ketgan agri yoki qeri daraxtlar qolgan edi. Bovayni qo'sh lokki qisilchig'idan o'tish bilanla mayislandirgini taqirlashib ketgan to'gi jangildagi yuqorqi ko'rinishlar bo'ldi. Bovay o'ziga tonish hiliqi kunlik simon daraxtni bir muncha aylanib topolmadi. U daraxtning tuvi bovay uchun bir o'tang edi. Yozdimi, qishdimi shu daraxtning tuvida to'xtab, otlarini aram oldiribdi. Beliga tugib olgan ninni qapoqdagi suv bilan mazza qilib yeydi. Qo'saq ochganda galdan o'tkidakli narsaning hammasi tortiq tekiydi. Bovay o'zining o'tmish bilan birlashib ketgan va allaqachon tarixga aylangan ashu daraxtni mangu ko'ramaydiganligini o'ylamagan edi. Hey odamlar, hey odamlar. O'z-o'ziga pichirladi u. Bu jangallarni qaqaslashtirib, nima rahat ko'rgansizlar? Nima murod maqsadlarga yetgansizlar? Bovay to'gi jangildan o'tib, asta-asta bo'ri jangiliga kirib ketdi. Bo'ri jangili bir oz surlik edi. Hozir xeyli yagi bog'ucha daraxtlar kesib ketilgachga, bu jangalning bosh taraflari qaqas ko'rinadi. Agar hukumat qarovullarni qo'yib, yog'och keskuchlarni to'smagan bo'lsa, bu jangalning taqdiri qanday bo'lar edi? Qarovullar jangalga ancha kelmaydi. Bu ularning o'rinligi yoki erinchakligi emas. O'g'irlikchi yog'och kesdiganlarning qish kunlari iz qoldirib qo'yishdan qo'rqib jangalga kelmaydiganligidan edi. O'tin to'shiydiganlarmi yozdilar hammani g'amni oladi. Hozirmi jangalda qarovullarning qarasi ko'rinmaydi. Bovaygo qarovullar bo'lsin bo'lmasin o'g'irlikchi yog'och kesdiganlardan emas. Bovay birdilla Zividxon Momayning sahardagi gapini o'ylab qoldi. Momay Bovayga pichirlab, "Bak ishkirlab ketmay, yaqinroq yerdan biror tut daraxtni kesib yenib kelala. Bu qish qo'roda sizni ko'z tuttiradigan odam bo'lmagan ekan," degan edi. Xotin haq uyda o'ltirib elib, xiyoliga kelganini so'zlaydi. Birisi ko'z tursin turmasin, daraxt kesishning gunoh bo'lganligini biladimi? U jangalga gunoh qilish uchun emas, o'z amgigining qimmatini yaratish uchun keldi. O'tin uchun daraxt kessa, bu jangal zarlamamdi. Mushu atrofdagilarni avlodma-avlod o'tin bilan ta'minlab kelayotgan jangalni butunlay quritib etsa, keyingilar nimaga taynib yashaydi? Elimo barakatli jangal ekan. Shallib etgan daraxtlar bilan odamlarga o'tin tayyorlab berdi. Shuni chiqib qolasimi, yetib oshadigan tursa. Bovay achchiq kulib qo'ydi. U qurib yiqilgan daraxt izlab bo'ri jangalida xeli aylandi. Ishkirlab mongancha qaytashda tenib qolmaslik uchun ba'zi daraxtlarni va qumushlarni ko'zli belgi qilib mangdi. Ba'zi joylarga qurib qolgan shoxlarni sanjib qo'ydi. Qardig'u ot va harvining izi qoldi. Ammo kun tushdan qayrilganda jangalning orlab paydo bo'ladigan qo'yindek bo'rini yomon. Mubada shundoq bo'ron paydo bo'lsa, qorlarni uchirib izlarini o'chirib o'tishi mumkin. Burun shundoq ishlar bovayning beshidan o'tgan. Tinish dala birdandila qor ushqullari ichida qilib, hech nimani ilg'i qilg'ili bo'lmay qolgan. Yilqi kunni bovay zodli esdan chiqamaydi. O kuni u o'tlarni texa harbiga besib bo'lmagan edi. Yiroqdan birdilla guldirilgan ovoz kelishga boshladi. Jangalning ichi tarafda nimandir qarsildaydi. Uning qulqiga chiqirgan ovoz, baqirgandek ovozlarni kirdi. U ittik beshini ko'tarib qaradi. Qaradi-yu cho'chib ketdi.
Chunki osmon bilan qo'shilib ketgandek bir alomat butun jangalni qapsab kelmoqda edi. Bo'ron. O o'dqib qoldi. Uning esiga eng avval kelgani harbi bilan ikki ot bo'ldi. Otlarmi bo'ronning shapsini to'yg'ashqa quloqlarini ding qilib hartildaydi. O harbini bir tut daraxt uyiga opirib, otlarni harbidan chiqardi. Ondan harbining sho'tisini daraxtga qatirib bog'ladi. O ashuna qilib o'zigimi, otlargimi dalda yasagan edi. O bu ishlarni qilib bo'g'icha bo'ronmi yetib keldi. Bo'ronning surati nihoyat tez bo'lib, bakmi shiddatli edi. Hash-pash degicha butun jahonni qorong'ulik qopladi. Qor to'zindilari vijildab uchatdi. Daraxtlar sunatdi. Shaqshumlar, hatto xilili yo'g'on yog'ochda uchib berib daraxtlarga va yana nimalargadir urilatdi. O harbining ostiga kirib olgan edi. Harba yili o'rilib ketadigan deb jalaqlaydi. Ikki otmo boshlarini sho'ti ostiga tiqib olgan edi. U chog'da yiliqi ikki toygan texi kuchib bo'g'ashqa uyda qolgan edi. Bo'ron 2 soatdek davom qildi. Keyin asta-asta pastga tushib jimidi. O harva ostidan chiqib atrofga qaradi. Atrofda nurg'un daraxtlar sunib yiqilgan edi. Shox-shumlar har yerda yeyilib yotadi. O harva jabduqlarini va boshqa narsa keraklarni yig'ishtirdi. Uning otlarga samon ipkagan tog'iri yo'qolgan edi. Yomon yeri bo'ron nimani uchirib kelib urganmikin bir otning bir puti sulgan edi. O baya bo'ronda otning qattiq kishnishi va keyin to'xtamay pushqurishining sababini bildi. O nima qilishni bilmay otga qaraguncha o'ltirib ketdi. Ot bu turqida harbi so'rash u yoqda tursin, yer dastlabmi ma'ammaydi. O noiloj yana bir otni harbiga qo'shdi va harbini igizdak bir qilning yeniga haydab berib, orqishlab to'xtatdi. Ondan putusungan otni so'rab yurib, ming bir japoda harbiga chiqadi. Otning burun teshikli to'xtamay keyin yetdi. Hartildashlardan uning noyati qiynayotganligi bilinib turadi. O otning chulvurini sho'tiga bog'lagandan keyin atrofdagi sungan daraxtlardan 7-8 tal shada tayyorlab, harbi ustini qashaladı. O yerim yo'lda ovorslikka qolmaslik uchun ishni noyati puxta qildi. Ot endi harbi chayqalsimi yiqilib ketmaydi. O ishni tugatgandan keyin chakkan og'amchilarini yana bir tanshab chingitdi-da, atigandan beri tayyorlagan o'tinlarini tashlab yo'lga chiqdi. Bayqi bo'ronda yo'l butunlay ko'milib ketgan edi. Hech qanday iz bo'lmagan yo'lda ichki sho'tiga ko'nmagan ot qojlik qilib yelidan yeliga to'xtab oladi. Ot birda yultnib minib, birda qojlik qilib uni bak avar qildi. Kun bo'lsa kech bo'lib ketadi. O noiloj arvadan tushdi-da, otning chuluridan yetlab o'zi oldida yo'l boshlab mangdi. O bir pas mangmayla kiyvagan jo'si eg'ir kelib uni silvetdi. O heliqi qo'sh lokkudan o'tkicha ko'miganni ko'rdi. Angacha qorong'uni tushib ketgan edi. Taliga qo'sh lokkuning u tarafida ancha-muncha yo'l izi qolgan edi. Ot endi tonish yo'lga tushganini bildimi, iz bo'ylab minishga boshladi. Oy yo'riqida izni xeli bir yerlardan ko'rgili bo'ladi. Bovay xiyolga cho'mguncha bo'ri jangaliga ishkirlab kirib ketayotdi. U texcha yiqilgan biror tut daraxt topolmagan edi. Kun tushdan qayrilish bilan jangalda izg'irin shamol paydo bo'ldi. Daraxtlarning shoxlaridan qor to'zindilari uchib tushyapti. Yiroqlardan uvilgandek ovozlar keladi. Atrofdagi qumushlar shildirlaydi. So'g'uq kuchayishga boshladi. Ammo bovay otni yetlab piyoda minayotqachqa so'g'uqni ancha his qilmay o'tadi. O goh-goh burilib otga qarab qo'yadi. "Hardingmi jonivor?" deydi u otga. "Beshingni silkina. Ochiqing kelayotganligini bilyapman. Bu saranqiri bu jangalda meni nega ib ketayotgando deyotgansan, qachon? Az qoldi. Yelili qaytimiz. Mushu atrofdan azroq o'tin tepib olsaqli qaytimiz."
bu jangalda bo'ronda yiqilib qurib qolgan daraxtlarni yo'qmikin dema. Undaq baland o'tindan texin nacharo tepildi. Endi beshingni chaqirdi turding'o. Nimandaq o'tin vasvasasiga qolgandi bu qeriya davtamsan ya. Sana desam, o degan o'tin vasvasasi emas, muhabbat. Öydeki avu zividigi bo'lgan muhabbat. Akşam onun meni hozirla yotqinim ichiga akirib olaman deganini anladingmi? O menga kuydi. Kuyinidi. Menmi uningga kuysam, kuyinsam, nim bo'pti? Nima? Qirg'anda nima kuyish demsan? Hay, sen jonivordi. Bilamsan. Er-xotinlar qirg'ancha bir-biriga mushundoq tatbiq bo'lib ketadi ekan. Yosh chaqlardagidanmi bakrak degina. Biroq sen degan ot. Men tushundirsammi, bularni bilatdingmi kalva? Shu gaplarni qilib o'tib, bovoy o'zi ichi kulib ketdi. U otqa bizning uyda ikki kalva bor. Biri sen, biri zivida demoqchi bo'ldi-yu, xuddi shundoq desa, ot kashtala berib hammani mo'mayga deb qo'ydigandek ittiqli gapini yutib O Zividxon mo'mayni doim kalva deydi. Ammo nima uchun shu yavash mazlumni shundoq deydiganligini o'zimi bilmaydi. Balkim yosh chog'larida erkiltishdan qolgan odat so'zdir. Xolos. U yosh chog'larida Zividxonga bak kuygan. Kuygancha uningga shundoq nomlarni qo'yib olgan. Zividxonmi uning erkiltishini tushungachga, uning shundoq otashlardan hech qachon xaf bo'lib boqmagan. Biroq bovoy qirg'ancha jilxo'r bo'lib qoldi. Mo'maymi uning ba'zi gaplariga taboladi. Mo'may tabosla necha kungacha bovoyga gap qilmay ta'tir qarab oladi. Shuna bovoy yilqidek gaplarni qilishdan ehtiyot qiladi. Bo'ldilar jonivor, dedi bovoy otga yana. Men endi hech kimni kalva demayman. Voy, seni yetlab menib hem gap qilib hayratli qoldim bu. Balkim sen mo'g'argansan. Sen. Ayni yillarda ikki ot so'raydigan harvini bugun o'zing yolg'iz so'rayapsan, harmay qoladingmi? Biroq u chog'dagi otlarga sen o'xshamaysan. Ular qo'shdan chiqirilib harvaga, harvadan chiqirilib so'ranga silinadi. O'ruqdan o'ruq otlarda seningidek kuch nimish qilsin? Bovoy ashundoq so'zlab ketib etib, birdilla oldi tarafda to'g'risiga yotgan bir daraxt ko'z tushib qoldi. Araliq xeli bor edi. Yiroqdan kichikgina qirdakmi ko'rinadi. Bovoy xato ko'rib qolmaganman degandek harv ustiga chiqib o'ri turib qaradi. Yiqilgan daraxtning qor ustida cho'qchib turgan shoxlari aniq ko'rindi. Mana qara jonivor. Biz o'tinni topdik, dedi bovoy otni cho'q degach. Daraxt odam belida keladi. Bovoy beribla otni harvidan chiqadi-da, uningga quruq beli sep berib, o'zi uzun sopliq paltisi bilan daraxtni belidan to'g'rashga tutindi. U mo'lcharicha bu daraxtni 4 ko'takka bo'lmoqchi. Ko'taklarga qo'shib shox shumbularini elib ketmoqchi. Ammo birinchi ko'takni bo'lib bo'g'uchilar beligidan mag'dur qochdi. U otga qarab qo'yib, bir jetda o'ltirdi-da, xoltisidan non elib yedi. Kun tez-tez paslayotdi. Bovoyga u o'z ig'irligi bilan pastga uchib ketayotgandek bilindi. U bovoy bilan pastlashmoqchidek, rastilla tez sho'ng'imoqda edi. Bovoy ikki o'rindan turdi va o'z ishiga kirishdi. U quyosh patidiganga ikki odam bo'yi qolganda ko'taklarni bo'lib bo'ldi. Ondan harvini qo'shib ko'taklarni domultib harvaga bosdi. Ustiga shox shumbularni tashlab, og'amchi bilan mahkam bog'lagandan keyin juvusni kiyib, kelgan yo'li bilan orqaga yondi. Birer to'shqon olib olsak yaxshi bo'ladi-da, dedi u. Ammo bu gapni otga emas, o'ziga dedi. Chunki u quruqdan quruqla bir gap edi.
Әтігенден бері шунча aylanib, qarda birər toşqanның izini bayqamagan edi. Toşqan uçurgan taqdirdimi, bovayning toşqanni tutadiganға chami yetmaydi. U rastilla qeridi. Baya köteklarni harvuga basqichilar o'zida hech qanday kuchning qolmaganligini his qildi. Yilqi palvon atalgan chaqlarda bunchalik köteklarni quchoqlab ko'tiriblar harvuga besiveradi. Hozircha hay mo'minin uni zangli qilg'uchiligi bor. Yosh chaqlardagidek mo'minin sunaklarini g'arslatqidek quchoqlashtirib nadi qoldi. Cho, dedi bovay otning chuldurini silkib. Endi barliq kuchingni chiqa. Kun o'ltiray davotida. Kun jangalning g'arbiy chetida qip-qizil tovlanib turibdi. O cheksiz zaminga oxirgi qitim sapsilayotgandek qip-qizil nurlarini takshi yeyib bir pas turdi-da, asta-asta pastga cho'ng'idi. Jangalning yana bir tarafidan qorong'ulik yopirilib kelyotdi. Butkul jangal tivisiz edi. Bu jimjitlikqa qorong'ulik qo'shilib, jangal texmi surlik tus oldi. Buvay birdilla bo'rilar to'g'rilib o'ylab qoldi. Qardig'o hech qanday bir jonivorning izini ko'rmadi. Yuqorida Erkin Sabirning Bovay va jangal nomli hikoyasini anlatdik. Oxirida davomli anlatamiz. Nur Muhammad Abdurahim o'qidi. Anglishga tayyorlovchi muharrir Yar Muhammad Tursun, mas'ul muharrir Umarjon Baqi, nazoratchi Adargul Qasim, un olg'uchi Fatigul Choyza. Shuning bilan bu qitimda adabiy anglitishimiz tugadi.